Mana hurmatli fermerlar, yana biz o'zimizda dallarimizda g'allalarni ko'rib yuribman. Yana bir narsani tushuntirib o'tishim kerak. Mana shu yerda mana 130 sentrlik g'alla. Mana ko'ryapsiz. Qanday rivojlanib, xuddi dengizday chalg'ib turibdi. Mana shunday e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana o'sha Bagrat sorti. Mana ko'ryapsiz. Qanday 130 sentr hosil beradi. Mana zang kasalligi tushgan. Mana hozir ko'rib chiqyapmiz. Mana zang kasalligiga tushgan, lekin biz zangga qarshi urug'larda abrobotga berganmiz ham preparatlardan. O'sha Sabla, Albert degan preparatlardan emlangan. Shuning uchun biz mana o'sha poliyaga umuman kimyoviy ishlov berganimiz yo'q. Mana ko'ryapsiz. Hozir mana modellar mana bittasini sanab ko'rsatishim mumkin. Qarang, davom bittasini sanab ko'rsatishim mumkin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 etaj deydi. 12 etaj. Mana bu modellarni qanligini qarang. Shamol ventilyatorlarimiz ishlab yotdi. Mana qarang, dengizda chalg'iydi. Yana bir marta aytaman, agar O'zbekistonda har qanday fermeriga biz promoy dastavka qilib berishimiz mumkin. Mana shunday yuqori hosildorli, yuqori sifatli urug'lik bug'doylardi. Marhamat, agar kimga kerak bo'lsa bizga murojaat qilingizlar. Krasnodardan men Ahmad Borisovich, saytlarimga kirsa mana shu bug'doylarni eksport qilib beramiz. Bizda urug'chilik xo'jaligimizda 100 ga yaqin urug'lar bor. Shundan 30 tasini O'zbekistonga eksport qilishimiz mumkin. Ayni mana o'sha bug'doylarni ham.